Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda ip yurtni qayta tuzish usullari mavzusida chizmamizni ko'rib chiqamiz. Ip yurtni qayta tuzish usullari bir necha xil vaziyatdagi chizmalarni o'z ichiga oladi. Birin-ketinlik bilan sizlar bilan chizib ko'rib o'rganib olamiz. Masalamizda piramidaning balandligi va asosiy haqiqiy kattaligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Chizmamizning koordinatasi bu qismda berib o'tilgan va chizmamizni chizilish jarayoniga kirishamiz. Endi bu qismda bir-ikki shtriximizdagi nuqta ostidan biz x o'qiga parallel holatda chiziq chiqarib, bir nuqtamizni shu qismda topib olamiz. X o'qiga parallel holatda chiziq chizib oldik va bu chiziqimiz AD tomonni kesib bizga 1-2 shtrix nuqtani hosil qilib berdi. Va bu chizig'imiz bizda H2 chiziq deb nomlanadi. Endi H1 nuqtamiz, H1 chizig'imizni gorizontal tekislikda ham topib olishimiz kerak. Buning uchun biz 1-2 nuqtamizni pastga shu chiziqqa H2 chiziqqa nisbatan perpendikulyar holatda chiziq tushirib topib olamiz. Mana H2 chizig'imizga lineykamiz perpendikulyar holatda qo'ydik va 1-2 nuqtamizdan pastga AD tomongacha bo'lgan qismgacha biz to'g'ri chiziq tushirib oldik. Va bir nuqtamiz hosil bo'ldi. Bir nuqtamiz hosil bo'ldi. Bir nuqtamizni bir nuqta bilan birlashtirib H1 nuqtani chizig'ini topib olamiz. H1 nuqtamiz chizig'imiz hosil bo'ldi. Endi biz parallel chiziq olishimiz mumkin bo'lgan chizig'imizni biz chizib oldik. Qolgan nuqtalardan shunga parallelliklar hosil qilib olamiz. Shu holatda H1 chizig'imizga qolgan 3 ta nuqtamizdan parallel chiziqlar chizib oldik. Endi shu chizib olgan parallel chiziqlarimizga perpendikulyar chiziq o'tkazamiz. H1 chizig'imizga parallel olingan qolgan chiziqlarga perpendikulyarlik hosil qilib oldik. X1 gorizontal 1 frontal 2-1. Endi keyingi ishimiz Z masofalarini o'lchab shu qismlarga qo'yib chiqamiz. Z masofalarini yozib olamiz. SZ BZ
AZ va DZ masofalarini aniqlab oldik. DZ masofamizni o'lchaymiz va D nuqtamizdan chizgan chiziqqa x1 chizig'imizdan boshlab qo'yib chiqamiz. Belgiladik. D 2,1 nuqtamiz hosil bo'ldi. Endi A nuqtamizni AZ masofamizni o'lchab olamiz va A nuqtamizdan chiqqan chizig'imizga qo'yamiz. Belgilab oldik. A2,1 shtrix nuqtamiz hosil bo'ldi. Endi S nuqtamizni belgilab olamiz. SZ masofani o'lchaymiz va S2,1 shtriximizni topib olamiz. Endi BZ masofamiz qoldi. BZ masofani ham o'lchab oldik va nuqta belgilab nomlaymiz. A, B, D nuqtalarimizni birlashtiramiz bitta chiziq ostida. D2,1 shtrix, B2,1 shtrix, A2,1 shtrixlarimiz bitta chiziq ostida birlashdi. Endi S2,1 shtriximizni shu chizig'imizga perpendikulyar holatda chizamiz. Perpendikulyarlik hosil bo'ldi 90 gradusda. Mana shu belgilagan nuqtamiz S2,1 shtrixdan perpendikulyar holatda chiqib, bu to'g'ri chiziqni kesgan nuqtamiz nomi K2,1 shtrix hisoblanadi. K2,1 shtrix hisoblanadi va K2,1 shtriximizni orqaga yo'naltiramiz. K1 nuqtani topish uchun. Va shu chiziqga S1 nuqtamizdan perpendikulyar chiziq chiqaramiz. Va shu qismda bizada K1 nuqta topiladi. Endi biz yuqorida K2 nuqtamizni topishimiz kerak. Buni qanaqa holatda topamiz? Yuqoriga taxminan perpendikulyar chiziq chizamiz. Perpendikulyar chiziq chizamiz va x1 chizig'imizdan K2,1 shtrixgacha bo'lgan masofani o'lchab, bu yerdagi x liniyamizga qo'yib belgilab olamiz va K1 nuqtani shu qismda, K2 nuqtani shu qismda hosil bo'ladi. Endi mana bu yerda topgan nuqtalarimizga perpendikulyar chiziq chiqaramiz, chap tomonga qarab chizamiz. B nuqtamizdan hozir bizada S2,1 shtrix perpendikulyar chiqadi. B nuqta bilan bitta nuqtaga to'g'ri kelib qoldi. U yuqorida ham, pastda ham topilishi mumkin edi. Nimaga chizganingizda nimaga sizga to'g'ri kelib qoldi, menda boshqacha chiqdi degan savollar tug'ilishi mumkin. Shu uchun shu joyda yetib ketishga harakat qilaman. Yuqorida, pastroqda hosil bo'lishi ham mumkin.
shu chizig'imizga perpendikulyar holatda chiziq chizib, shunda yana x o'qi tuzib oldik va gorizontal tekisliklarimiz yana aylanib o'z holatiga qaytdi. Endi bizni davom ettiradigan ishimiz mana shu x1 nuqtamizdan shu tomonda bo'lgan o'lchamlarni olib bu tomonga qo'yish. Birinchi D1 nuqtamizdan boshlaymiz. D1 nuqtamizning masofasini o'lchaymiz. Mana shu masofa, shu nuqtadan shu qismgacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. O'lchadim. Endi keyingisi bir masofani o'lchab qo'yamiz. Mana x1 dan b1 masofagacha o'lchab olamiz. Mana 32 chiqdi. Boshliqdan hosil qildik. Keyingisi bizda A nuqtamiz. Shu qismga o'lchab qo'ydik. A, bir shtrix. Endi bularni birlashtirib qo'yamiz. Mana sizlar bilan ip yo'lni qayta tuzish usullari mavzusida 3-masalani ham ko'rib chiqdik. Proyeksiya tekisliklarni almashtirish usuli bilan balandligi va haqiqiy kattaligini aniqlab oldik, haqiqiy qiymatini. Endi chizilish jarayonini bir sizlardan eslab o'tsak. Hop. Berilgan koordinat o'qlari orqali biz o'qlada va tekisliklarda nuqtalarimizni hosil qildik va bu nuqtalarimizni birlashtirib piramida shakli hosil bo'ldi. Keyingisi bosh chiziqlardan biri H chizig'imizni frontal va gorizontal tekisligimizni topib oldik. Undan so'ng H1 chizig'imizga perpendikulyar holatda x1 chizig'imizni o'tkazib oldik va x1 chizig'imizdan mavjud bo'lgan z masofalarimizni x1 chizig'imizdan qo'yib belgilab chiqdik.